Siz bilarmidingiz deb boshlayman, nimani deysiz? Shuniki deb davom etaman. Ya'ni har bir inson hayotida ma'lum bir yil, ma'lum bir shaxsiy kodi, ma'lum bir energiyasi ostida o'tishi haqida aytganman va mana shu shaxsiy sikl yilingizni raqamiga ko'ra sizning hayotingizda ma'lum bir elchi, taqdir sizga ro'baro qilgan, yuborgan yoki tayinlagan elchi hayotingizda paydo bo'ladi. Yoki hayotingizda borining o'rni kuchayadi yoki yangisi paydo bo'ladi. Voqea har ming turli tus olishi mumkin. Misol uchun shaxsiy siklingiz bir bo'lsa, demak sizda taqdir darsini o'tashingizda bir energiyalik odam ishga kirishadi. Qaysi ishga deysizmi? Sizni transformatsiya qildiradigan odam bo'ladi u. Mana shunday ishga kirishadi. Agar ikki siklda bo'lsangiz, demak es-hushi ikki energiyasiga oid odamdan hayot darsliklarini kutavering. Har yili bir energiya, es-hush energiyasiga qaraysiz va o'zingizni shaxsiy sikl yilingiz raqamiga qaraysiz. Va shunday qilib, bu yil sizni hayot sinovidan o'tkazuvchi kim ekanligini bilib olasiz. Ya'ni bu inson shu yilda hayotingizda katta o'zgarishlar olib keladigan voqealarning asosiy sababchisi bo'ladi. Men uchun qayg'uli bo'lsa-da aytmoqchiman. Misol qilib aytmoqchiman. Men shaxsiy sikl energiyam 2 bo'lganida es-hushi 2 energiyaga oid bo'lgan onamni yo'qotdim. Ya'ni ular vafot etdilar va men bundan so'ng juda ko'p maqomlarda qovurildim. Onamning dunyoni tark etishlari hayotimni tubdan o'zgarishiga olib keldi. Va men juda ko'p sinovlarni bosib o'tishga majbur qoldim. Va shaxsiy sikl yilim 3 bo'lganida hayotimda es-hushi 3 energiyasiga oid bo'lgan odam bilan juda ko'p voqealar orqali hayotimda katta burilishlar bo'ldi. Va bu qoida mana shunday ishlaydi. Bu sana kim bilan yoki kimni deb yoki kim orqali hayot sinovlaridan o'tishingizni bilmoqchi bo'lsangiz, albatta hisoblab chiqing. Shunga yarasha bilib qadamingizni tashlaysiz. Albatta atrofdagilaringizga yaxshilab ahamiyat berib, ularning es-hush energiyasi qaysi energiyaga oid ekanligini bilib olishni unutmang. Agarda o'zingiz hisoblay olmasangiz, mutaxassis orqali aniqlang va bu sizga ishoning, katta foyda beradi. Ya'ni taxminan bo'lsa-da oldindan nimalardan o'tishingiz kerakligini bilib olasiz. Va hattoki balki hayotning og'ir zarbalarini olmasdan turib, o'zingiz bilib darslikni oldindan to'g'ri yo'nalishda o'tib olarsiz. Mana shunday azizlar. Yana g'oyibona ko'rishguncha.